Qizimga xat. Abduri Almas Hoji. Qizim, siz bek yiroqda qoldingiz. To'g'lisak ovozimiz yetmaydigan. Jabdusak baranmaydigan. Siz seg'inibmi kelanmaydigan yiroqda qoldingiz. Kishilar yer shari kichiklab bir kent bo'lib qoldi. Bu chetidagi odam yo'talsa, minut ichida o chetidagilar anglaydi. Qancha yiroq bo'lsa-mu uyda o'ltirib, bir-biri bilan didorlashib, so'zlashalaydi, deyishadi. Lekin biz unda qolamadik. Burundan talaysiz edik, yana shu talaysizligimiz bo'yicha qoldik. Shuni siz bakmi yiroqda qoldingiz. Qizim, sizni bakmi ko'rgimiz keldi. Ko'nglimizdagi gaplarimizni sizga degimiz, siz bilan mungdashqimiz keldi. Esingizdami? Siz bilan pat-pat nihoyat ko'ngillik suhbatlarimiz bo'lib turadi. Tan xush bo'lib, tan qayg'uratdik. Lekin tan ko'tirib, yengillab qolatdik. Xushallikqa ham, tasalliga ham sherik edik. Hayot shundoq edi. G'am qayg'ularimiz, tortgan alamlarimiz oz emas edi. Uni kichikkina xo'shliklarimiz bilan yapatdik. Bizga siz, sizga biz tasalli edik. Mana bugun hech kimga putlashmaydigan oilaviy munosabatlarga bolalar bilan, qarindoshlar bilan o'zaro didorlashish, ahvollashlarga yo'l yo'q bo'ldi. Qo'limizda telefon turib sizga uranmaymiz. Uyimizda internet to'g'ri turib siz bilan aloqa qilolmaymiz. Bu aqlli huquqlarimiz poymon qilindi. Yer shari kundan kunga kichiklayotdi, deyishyotdi. Lekin bizning orliqimiz kundan kunga yiroqlashib ketib boradi. Qizim, biz sizni bakmi seg'indik. Biroq siz bakmi yiroqda qoldingiz. Yashinib qoldik. Ba'zida uyda o'ltirg'imiz kelmay, sirtqa chiqib aylanib kelamiz. İstanbulda qish bo'lsa-mu, mahallamizda atrof yop-yeshil, xuddi bahordek go'zal edi. Qishi yoz yaproq tashlamaydigan manzar daraxtlari oila binolarini o'rab turadi. Ba'zi daraxtlarda gulga o'xshash chechaklar echilib turadi. Yaproqlar go'yo yog'dimaylab qo'ygandek quyosh nurida jilvilnadi. Hayron qolasiz. Ba'zi daraxtlar yil bo'yi yaproq to'kmay rangini atiyozda seriq, yozda qizil, kuzda, qishda yeshilga o'zgartib, ajoyib go'zal manzara hosil qiladi. Binolar orasida 5-6 kilometr uzunlikda so'zilgan qarag'ayzorliq, ardish daraxtlari gupildab turgan puraqlari bilan havoni tozalab, kishini rohatlantiradi. Süpsüzük zangar osmon. Shamol yo'nalishida uzayotgan op-oq bulutlar bu go'zal manzarga gardan bo'lgan edi. Qarag'ayzorliqdagi dam olish uchun qo'yilgan o'rindiqlarning birida o'ltirdik. Biroq onamizning ko'z yoshlari lig'irlab turgan bo'ta ko'zlarda aks etayotgan bu go'zallik ichida siz yo'q edingiz. Biz o'ntinsiz g'ayribdak o'ltirdik. Yuragimiz o'rtinib yig'layotdi. Biz turayotgan mahalla dengizga tutishib ketadi. Ba'zida dengiz bo'yiga boramiz. Qirg'oq bo'yidagi daraxtlar soy tashlab turgan, qishi yoz yop-yeshil ko'kirib turadigan chimliq ichiga puhralarning dam elib, o'zlari tayyorlagan dala tomoqlari bilan rohatlanish uchun kavob talla, soyvallik ustal, o'rindiqlar qo'yilgan edi. Balalar uchun maxsus doir ajratilib, turli o'yin uskunalari o'rnatilgan bo'lib, sho'xlik bilan o'ynayotgan balalarning vangchunglari kishi qalbini shodlantirib, zo'qlantiradi. Biz qirg'oq bo'yidagi dengiz suvlari yalab sip-siliq qilib qo'ygan cho'ng toshlarga berib o'ltirdik. Oldimizda cheksiz ketgan yop-yeshil dengiz suvi jimirlab turadi.
bu yerdagilar xo'sh bo'lsa-mu, xafa bo'lib qolsa-mu, dengiz bo'yiga boradi ekan. Dengiz kishilarning shodligini, qayg'u hasratlarini cheksiz bag'riga singdirib ketadi ekan. Qalbimizni o'rtigan dard alamlarimiz ko'z yoshlarimizga qo'shilib to'kilishga boshladi. Go'yo dengizning sho'rliq suyiga tuzliq yoshlarimiz aralashib ketgandek bo'ldi. Cheksiz ketgan dengiz suyi jimirlaydi. Onun cheti ufqqa tutashgan bo'lib ko'rinmaydi. Qizim, siz oningdanmi yiroqda edingiz? Sizmi, bizmi, dengizmi sukutda edik? Biz sukutda yashadik. Yana sukutda yashayapmiz. Qachon o'rkash yasarmiz? Qachon shiddatli bo'ron chapqonda ko'tarilgan hayvatlik to'lqinlarni ko'ramiz? Qizim, siz bakmi yiroqda qoldingiz. Qapqara mudhish bulutlar qaplagan tikanlik simlar bilan o'ralgan egiz damlar ichidan nola faryod anglanayotgan. Sharaqlagan kishan ko'yzilar ovozidan kishi teni shurkinayotgan. Kimliki e'tiqodi, urf odatlari tufayli gunohkor qilinayotgan. Irqiy qirg'inchilikda qonga patgan zaminda qoldingiz. Alloh sizni o'z panohida saqlasin. Biz sizning yaningizga, vatanimizga, mehri issiq uyimizga ketammidik. Bir kuni vatanda bog'chiga berib aylanib kelmoqchi bo'ldik. Bog'chi ishga oldiga berishimizga qarovullar oldimizni to'sdi. Onangizga beshidagi ro'molni elib etib kirishni aytdi. Men ro'molni elib etmasa nima bo'ladi deb so'radim. Ro'mol otib kirishga bo'lmaydi deb bizni chekladi. Biz qaytib ketdik. Endi haj farzini ado qilganligimiz uchun uyimizga ketammayotimiz. Ketsakli qo'limizga kishan ko'yzi selinib, uyimiz o'rniga turma kamerga bordi ekanmiz. Biz 70 yoshga qadam olgan boboy-momaylar bu kunni ko'rdik. Hamma adolatni yoqlayman deyotgan bu dunyoda shundoq ishlarmi yuz beryapti. Tilimiz, dinimiz cheklandi. Qur'oni Karim ko'ydirildi. Masjidlar cheqildi. Namoz o'qigan, ro'za tutganlar jinoyat qilinib, jazo lagerlariga, turmalarga tashlandi. Ko'chalar odamsiz, uylar erkaksiz qoldi. Eng aqalli odimiy munosabatlarga chek qo'yildi. Siz assalomu alaykum deb salomlashamaysiz. Allohga omonat deb xo'shlashamaysiz. Hammadan yomoni biz boshsiz, yetaksiz qilyapmiz. Millatning sarxillari, diniy ulamolarimiz, professor olimlarimiz, mutaxassislarimiz, adabiyot san'atchilarimiz, korxonachilarimiz har sohada oldingi qatorda turgan sarxillarimiz tutqun qilinmoqda. O'ltirilib yo'q qilinmoqda. Tariximiz, madaniyatimiz yo'q qilinmoqda. 21-asrda demokratiya taraqqiy qilgan, ong ideologiya yuksalgan, kishilik huquq, inson haqlari qo'g'dilayotgan bugungi kunda bu qabohatli kulfatlarni, bu irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirishga majbur bo'lyapmiz. Afsuski, dunyoda zo'r ko'pchilik qarindoshlarimizning, ummatdoshlarimizning bu zulmga qilgan sukutlari dard ustiga dard qo'shsimi ko'taryapmiz. Qizim, biz ko'tirishlik xalq. Zulmnimi, ahonatnimi, xiyonatnimi ko'tarib ketamiz. Yiqilgandek bo'lamiz, lekin yana o'rnimizdan turib ketamiz. Shundoq, qizim, siz yiroqda qoldingiz. Lekin qachon yiroqlar yaqin bo'lmagan, qachon zulmatdan tong otmagan, dunyoni ho'kirab zilzilaga solgan qancha imperiyalar yemirildi. Qancha mustabid hukmronlar beshini yedi. Bu tarix haqiqati. Qizim, sabr qilamiz. Allah sabr qilganlarga beradi. Cho'milining ovozini anglagan Allah bizning nidoyimizni anglaydi. Bosh egmay kurash qilamiz. Allah bizga cho'qim hurlik, saodat ato qiladi.
Xayr qizim. Sizni Allohga omonat qildik. Alloh hammamizni o'z panohida saqlasin. Hammamizga yor yo'lak bo'lsin.